kimki erkakmi, ayolmi mo'min bo'lgan holida yaxshi amalni qilsa, albatta va albatta biz unga yaxshi, go'zal hayot kechirtiramiz. Erkakmi, ayolmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, mo'min bo'lgan holida yaxshi amalni qilsa, albatta va albatta biz unga yaxshi va go'zal hayotni kechirtiramiz. Va qilgan amallarini eng yaxshisini, ajrini, savobini beramiz deydi Alloh. Agar shahar qishloqlarning aholisi iymon keltirsalar, taqvo qilsalar, biz ularga go'zal hayotni beramiz deydi boshqa bir oyat. Ana, bu dunyoda go'zal hayot kechirish uchun, baxtli, saodatli bo'lish uchun, hamma narsadan bahramand bo'lib, juda go'zal yashash uchun iymon kerak, yaxshi amal kerak, ibodat kerak. Alloh shuni va'dasini berib qo'ygan. Mana shunga bandalar tushunishlari kerak, amal qilishlari kerak.